matematik tomonidan yozilgan ustunlik va naqd natijasida qanday qilib Ishonmoqda, o'qishlarga ham kirib oldik. Shundan umidimiz katta bolam. Dadasi, o'g'limizga ovqat tufayli meni orqalikdan kech qolib yurmasin. Alloh amin. Kitob nomining o'zida uning bosh g'oyasi anglatadi. Odam bo'lib tug'ilish oson, lekin inson bo'lish qiyin ekanligini amallarda ko'rsatadi. Abdullajon atamning bosh qahramoni bo'lib, u atam boshida, shodda, keng sahnalashgan va oxirida pushaymon bo'lib qoladi. Solih xotin Abdullajonning otasi bo'lib, u atam yozuvchi yana shu sarg'ayib ketgan sevgili joningizdan qolgan maktublarni o'qib bitiribsiz. Har satrida gullar ochiq kitob o'qib yashaganlar hech qachon bo'lmaydi kichik.